Ko'p narsa yo'qotdik. Qamoqda jazo o'tayotgan Baxtiy Tashkentskiyning akasi Shuhrat Qudratillayev. Vor zakon Baxtiy Tashkentskiy nomi bilan tanilgan Baxtiyor Qudratullayevning akasi Shuhrat Qudratillayev Ichki ishlar vazirligi tomonidan e'lon qilingan so'nggi pushaymon ko'rsatuviga bergan intervyusida qamoqda o'tgan yillari va ko'cha hayoti havas qiladigan narsa emasligi haqida gapirdi. 1966 yilda Toshkent shahrida tug'ilgan, muqaddam sudlangan Shuhrat Qudratullayevga 2024-yilning iyulida 10 yil 6 oyga ozodlikdan mahrum qilish jazosi berilib, jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tash belgilangandi. Shuhrat Qudratullayev Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi A v bandlarda nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilgandi. Shuningdek, Jinoyat kodeksining 34-moddasiga asosan u o'ta xavfli retsidivist deb topilgan. Shuhrat Qudratullayev shu vaqtga qadar 12 yil umrini jazo muassasasida o'tkazgan. Dastlab 2007-2017 yillar davomida Jasliqdagi 71-koloniyada 10 yil jazo muddatini o'tagan. Bu yil 60 yoshga to'ladigan Shuhrat Qudratullayevga ayni vaqtda 10 yil 6 oylik jazoni o'tamoqda. O'tmish qo'ymas ekan. Yana shu joylarga kelib qoldim. O'tmishda endi ko'chaning hayotini havas qilib yashaganmiz. Keyinchalik bildik havas qiladigan narsa emasligini. Ko'p narsa yo'qotdik. Jigarlarimizni, oilamizni, bolalarimizning yoshligini. Kerakli bo'lgan paytda oilamizning oldida bo'la olmadik. O'zimiz sababchi bo'lib shunaqa joylarga kelib qoldik. O'zimizdan o'tganini o'zim bilaman, degan u. Shuhrat Qudratullayev yoshlarga murojaat qilib, qonun ustuvorligini hurmat qilish, to'g'ri yo'ldan yurish va yaratilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanishga chaqirdi. Bundan avval Baxtiyor Qudratullayevning o'g'li Bekzod Zafarov so'nggi pushaymon ko'rsatuviga bergan intervyusida chin ko'ngildan pushaymon ekanini bildirgandi. 11 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Bekzod Zafarov oilasi, farzandlarini sog'inayotganini, o'g'lining maktabga, qizining esa tili chiqayotganida yonida emasligidan afsusda ekanligini aytgandi.